Assalomu alaykum, hurmatli dehqon bobolar. Mana bahor vaqti kelib turib, kachkalarga ishlov berishni boshladik. Hozir shularni bir uni ko'rsatib o'taman. Kultivator bilan ishlov berilyapti hozir polni. Hozir mana dehqon bobomiz ishlov berib kelyapti. Mana ichiga bunisini ichini mana yumshatib chiqdi kultivator bilan. Bu tarafidan akushkasini olib kelyapti. Ularni hammasini hozir bahorcha aytib o'taman, ko'rsatib. Qanaqa jihozlar kultivatorga qo'yib ishlatyapmiz. Yerni mayinlab. Bugun 12-aprel ekan. Bu tarafga ham makka ekishni boshladi. Salyonni bularni ham akushkalarni olib, kultivator olinib, yerlarni yumshatib, hamma ishlar kultivator bilan bo'ladigan ishlar. Bu praktikada traktorlar aralagan yo'q. O'zimizni uyga oddiy qulay usulga. Hozir mana bu yumshatkichini kultivatorda yumshatuvchisini hozir ko'rsataman bir. Mana. O'zi 4 talik bilan buni 2 talik o'rtasidan kesib turib, ichiga aralaydigan qilib, mana shu yerda ichiga aralaydigan qilib, mana shunday yumshatib chiqdi mana ichini. İçini yumshatib chiqdik. Hozir dehqon bobomiz akushkasini tortib kelyapti. Hozir unisini ham ko'rsataman. Nima ishlar qilinganini. O'zingizning 10 sotiq, 5 sotiq joylaringizga bemalol ishlov bersangiz bo'ladi. Hovlilarga. Dehqon bobomiz mana traktorcha bilan ketyapti mana. Hayda, akushkasini olib ketyapti. Hozir shuni oldidan ham ko'rsataman. Daqqara burilib kelaversa. Mana shu akushka mana. Qo'l mehnati yo'q. Akushkani ikki taraf olinishlari, kachkalar chiroyli qilib.